21-aprel sanasida ijtimoiy tarmoqda bizni faol kuzatayotgan obunachilar Real Tego degan giloslarimiz. Mana bu sariqlik holati mana. Uji sarg'aya rang kirishni boshladi 21-aprel sanasida. Bahor gilos bilan teng-pishadi. Ko'p tubslar gilosda. 3-yilda ertaki joylarga ekishni tavsiya qilaman. Bu salafan girbitsidga o'tlar yo'qotgan chachish uchun daraxt himoya qilgani. Mana ko'p tubslar rang olishni boshladi. Real Tego 21-aprel sanasida. Mana sarg'ayadi, qizaradi, qorayadi. Istiqbolli navlar. Mana bag'larni ham olib kelib ko'rsatib qo'ying. O'sha rangi olishni boshladi gilosimiz. Bahor gilosdan pashti teng-pishadi va sariqlik holatda ham sotaverasizlar buni. Kimga buni ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, 88 957 27 27 nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chatlar hozircha sotuvda bor, noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Vishnya payvanddagi, Diagana Jolti payvanddagida. Mana shu holatda ana. 21-aprel sanasida. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Videoga bitta like bosib, gilosdan boqmoqchi bo'lgan tanishlarga jo'natib berasizlar.